Makka yer yuzida bunchalik darajada sajda qilinadigan va ixlos qilinadigan boshqa yer yo'q. O'tkazilgan tadqiqotlarga qaraydigan bo'lsak, Makka shahri yer yuzidagi eng taniqli yerdir. Har kun 24 soat davomida minglab odamlar Ka'ba atrofini aylanishadi. U Al-Haram masjidining markazida joylashgan. Uning surati minglab odamlarning uyida osig'liq turadi va minglab ibodat qiluvchilar uning tomoniga qarab sajda qilishadi. Ka'ba Makkaning markazi hisoblanadi. Bu inshoot eng ko'p sajda qiluvchilar boradigan masjid Al-Haram masjidi ichida joylashgan. Uning usti qora mato bilan o'ralgan bo'lib, ko'p asrlik tarixga ega. Bu hikoyamizda biz balki sizga noma'lum bo'lgan Ka'ba haqidagi bir nechta tarixiy va zamonaviy ma'lumotlarni aytib o'tamiz. Ka'ba bir necha bor qayta qurilgan. Ka'baning bugungi ko'rinishi payg'ambarlarimiz Ibrohim va Ismoil bunyod etgan imoratdan biroz farq qiladi. Tabiatning va insonlarning ta'siri tufayli vaqti bilan binoni ta'mirlab turishga to'g'ri kelgan. Ka'baning nima maqsadda bunyod etilganligi barchamizga ma'lum. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam arab qabilalari orasidagi Ka'ba devorlarini qayta qurilishiga bog'liq bo'lgan nizolarni bartaraf etganlar. Shundan buyon bir necha yuz yil ichida Ka'ba qayta ta'mirlangan. Oxirgi qayta ta'mirlash ishlari 1996-yilda o'tkazilgan. Shunda bir nechta g'ish almashtirilgan, poydevor mustahkamlangan va tom qismi ta'mirlangan. Allohning karomati bilan bu bir necha asrga yetarli bo'ladi. Ka'bada 2 eshik va deraza bo'lgan. Undan tashqari uning o'z qismi rang-barang bo'lgan. Ilk boshida 2 eshik, biri kirish uchun, biri esa chiqish uchun mo'ljallangan. Uzoq vaqtlar deraza ham bo'lgan. Bugungi kunda faqat bitta eshik bor. Undan tashqari bugungi kunda biz Ka'bani qora matoga o'ralgan holda ko'rishga o'rganib qolganmiz. Ammo ilgarilari uning atrofi turli rangli matolar bilan o'ralgan. Qizil, yashil va hattoki oq rangli matolar bilan ham o'ralgan. Ka'baning o'z qismini qora mato bilan o'rash Abbosiylar davridan boshlangan va bugungi kungacha saqlanib kelmoqda. Bugungi kunimizda ham arab qabilalaridan biri Makka kalitiga egalik qiladi. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam davriga qadar har qanday diniy marosimlar Quraysh qabilasi vakillari nazoratida o'tkazilgan. Islom dini bunga nuqta qo'ydi. Har bir ibodatchi diniy marosimlarni hech kimdan ruxsat so'ramay o'tkaza oladigan bo'ldi. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam Makka shahrini egallaganlaridan so'ng Ka'ba kalitiga ega bo'lganlar. Kalitlarni o'zida saqlab qolish o'rniga payg'ambarimiz kalitni Bani Shayb qabilasidan Usmon ibn Talhga topshirganlar. Ularning oilasida asrlar davomida kalit avloddan avlodga o'tib kelgan va payg'ambarimiz oxiratga qadar kalitlarga egalik qilishni ularning zimmasiga qoldirganlar. Hech kim payg'ambarning xohish irodasiga qarshi bora olmaydi. U kim bo'lishidan qat'iy nazar, oddiy odammi, podshomi, xalifami, bu oila a'zolaridan ruxsat olibgina Ka'baga kirishlari mumkin bo'lgan. Ka'ba barcha uchun ochiq bo'lgan. Bundan bir necha yillar oldin haftada 2 marotaba har bir kishi Ka'ba ichiga kirishi va Ka'ba ichida namoz o'qishi mumkin bo'lgan. Ammo ibodatga keluvchilarning soni shiddat bilan o'sib borganligi va turli sabablarga ko'ra buning iloji bo'lmay qolgan. Hozirda Ka'ba yiliga 2 marotaba ochiladi. Bu ham muhim mehmonlar uchun. Ka'ba atrofini suzib ibodat qilish ham mumkin bo'lgan. Ka'ba vodiyning eng chuqur qismida joylashgan va atrofi tog'lar bilan o'ralgan. Shuning uchun suv tizimini muvozanatda saqlab turuvchi vositalar o'rnatilmagunga qadar Makkada suv toshqinlari bo'lib turgan. Kunlab Ka'ba yarmiga qadar suv ostida qolib ketar edi. Bu holat ibodat qiluvchilarni tavof qilishdan to'xtatib qolgan deb o'ylaysizmi? Yo'q, bu holat ularni to'xtatib qola olmagan. Ka'ba ichida xohlagan tomonga qarab ibodat qilish mumkin. Ko'plarni Ka'ba ichida nima borligi qiziqtirib kelgan. Odamlar kirganlardan eshitgan fikrlar bilan qanoatlanganlar. Ammo uning ichiga kirgan kishi Ka'baning ichki qismini tasvirga tushirgan. Hozirgi kunda internet tarmoqlarida Ka'baning ichki qismi tushirilgan videolarni ko'rishingiz mumkin. Ka'baning ichki qismi, devorlari ham, pol qismi ham oq marmardan bunyod etilgan.
ikkita Ka'ba mavjud. Osmonda Ka'ba ustida faqatgina farishtalar tashrif buyuradigan maskan mavjud. U Al-Bayt al-Ma'mur deb nomlanadi. Bu haqda Qur'oni Karimda ham aytib o'tilgan. Undan tashqari payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam ham tungi merojlari haqida so'zlab berganlar. Men bu haqda Al-Bayt al-Ma'mur uyi haqida Jabroildan so'radim va u javob berdi. Bu farishtalar bilan to'lgan uy. Har kuni bu uyga 70 mingta farishta tashrif buyuradi va bu yerni tark etgandan so'ng hech qachon qaytib kirishmaydi degan so'zlarni aytgan. Al-Buxoriy tarjimasi. Ka'badagi qora tosh sindirilgan. Qora tosh nima uchun kumush g'ilofga solinganligini hech o'ylab ko'rganmisiz? Aytishlaricha, tosh o'rta asrlarda Karmat oqimi tarafdorlari tomonidan zararlangan. Ular haj ziyoratini noto'g'ri deb qabul qilishgan. Buning ishonarli chiqishi uchun ular 10 minglab ziyoratchilarni qatl qilishgan va ularning jasadlarini Zamzam bulog'iga uloqtirishgan. Ammo bu vahshiylik ham ularga kamlik qilgan. Bu aqlsizlar qora toshni o'g'irlashgan. Hech kim ularni toshni qaytarib olishga unday olmagan. To ularning o'zi toshni 22 yildan so'ng o'zlari olib kelmagunga qadar toshni singan holda olib kelishgan. Kumush g'ilof toshni butun holda saqlab turadi. Tarixchilarning aytishicha, toshning ayrim qismlari topilmagan. Ilk boshida Ka'ba kub shaklida bo'lmagan. Boshida to'rtburchak shaklida bunyod etilgan va yarim oy aylana shaklida Hijr Ismoil deb nomlangan. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam davriga qadar Qurayshiylar Ka'bani qayta qurishga qaror qilishgan va buning uchun halol topilgan mablag'larni ishlatishga kelishishgan. Ya'ni qimor o'yinlaridan tushgan pullar, o'g'irlik, zino orqali topilgan pullarni ishlatmaslikka qaror qilishgan. Ammo zinolarning ko'pligidan arab qabilalari ichida Ka'bani asl qiyofasida tiklash uchun pul yig'ilmagan. Qurayshiylar yana istisno qilganlar va Ka'bani kichikroq holatga keltirishgan va bir tomonida pishgan g'ishtdan yoy qism bunyod etishgan va Hijr Ismoil deb nomlashgan. Hayotining so'nggi kunlarida payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam Ka'bani qayta qurishga qaror qilganlar, ammo orzularini amalga oshira olmaganlar. Agar ibodatga kelgan ziyoratchi uning ichida namoz o'qisa, Ka'baning ichida namoz o'qish bilan teng hisoblanadi. Musulmon ahli Ka'baga ham, qora toshga ham sig'inishmaydi. Ko'pincha musulmonlar nima uchun Ka'baga sig'inishadi deyishsa, boshqalari esa qora toshga ibodat etishadi degan savollar berishadi. Bu savollarga javob bitta. Musulmonlarning birortasi ham Ka'baga ham, qora toshga ham sig'inishmaydi. Aslida qora tosh ziyoratchilarga muqaddas uyning qaysi tomonidan boshlab harakatlanish kerakligini bildiradi. Shu kabi Ka'ba ham musulmonlarga qaysi tomonga qarab namoz o'qish kerakligini bildirib turadi. Payg'ambarimiz xalifalaridan biri Umma Ka'ba atrofini aylanib turib, qora toshni tavof etganda shunday so'zlarni aytgan: "Men bilamanki, sen shunchaki toshsan, na zarar, na foyda keltirasan. Agarda men Allohning elchisi seni tavof etganini ko'rmaganimda edi, bu ishni hech qachon qilmagan bo'lar edim." Imom Al-Buxoriy tarjimasi. Shunday qilib umma qora toshni payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam buni haj ziyoratining amaliga aylantirganliklari uchungina tavof etgan. Payg'ambarimiz ortidan umma haj ziyoratini payg'ambarimiz kabi amalga oshirgan. Ka'ba tarixi bizning tariximiz haqidagi shunchaki qiziqarli hikoya emas. Bu uy musulmonlar qayerda bo'lmasin, ularning barchasi uchun eng muhim joydir. Har kuni musulmonlar gavdalarini Ka'ba tomon qaratishadi va 5 mahal namoz amalini bajarishadi. Namoz vaqtida barcha musulmonlar birlashgani kabi, ular hayotida ham bir-birini qo'llab-quvvatlashlari va to'g'ri yo'lga boshlashlari lozim.